Assalomu alaykum. Hozir Zangeta tumanida Otabek aka hovlilarida quyosh panel o'rnatish jarayonlarini boshlab bordik. Hozir karkasni o'rnatyapmiz. Buni ham navis shaklida bo'ldi. Sababi tomga chiqmasdan mana shu o'zida nardan qo'yib turib bo'lsa ham yuvorishga qulay qilib variant qilib beryapmiz. 10 kW gibrid qo'yganmiz. Shunda bu yerda 16 ta panel, lekin zapaska yana joy tashlab ketamiz. Mabodo kuchaytiradigan bo'lsalar, bularda elektromobillar bo'lganligi uchun yana mabodoga kuchaytirsa bo'ladigan qilib panelga joy tashlab ketyapmiz. Hamda bir tekisda bir xil bo'ladi hammasi. Shuni hisobida. Invertorimiz yana o'zimizni stildagidan bo'lyapti. Valtronikdan bo'ldi. Stabilizator. Hop, elektromobilga zaryadka, invertor. Bu yoqqa уже shitlarimizni yig'amiz. Hozir quyosh panelga kelsa, o'rnatib, simlarni tortishni boshlaymiz. Hozir kutyapmiz. Bu ochuv joy deb aytmaydi. Bu yerda bunaqasiga yana blokdan yopib, bu yerda atapleniya bor ekan, orqasida mana mo'risi, atapleniyani, do'konlarni ishga chiqarib, ikkita qovurg'ani qo'yib, bu yerda ham istalgan qilib qo'yib yuboramiz. Gaz orqada qoladigan bo'lyapti, sababi gaz bilan bu chiqishmaydi. O'chishga bo'ladigan bo'lsa, bunda relaylar riskga berishi mumkin. Shuning uchun unga yetmasdan turib devor chiqaramizda, devordan yopib, mana shu yerdan yopib qo'yamiz. Stabilizator ham ichkariga kirib ketadi, bu tashqarida qoladi. Metal konstruksiyamizda hammasi karkas svarchniy bo'lganligi uchun ustiga nirjaveykanni ham svarka qilib yuboramizda. Kraska bilan qotirib, kraskalar qilib, hammasini joylab. Shunda nirjaveykanni o'zidan panelga primoy kasanga bo'ladi. Zaziminamiz to'g'ri mana shundan chiqib turib, mana shu temir o'zidan boraveradi. Shu o'zidan ulab qo'yamiz. Bu yoqdan yana tortib turib, alohida bunaqasiga tortamizda. Invertorga hammasiga boradi. Bu yerda yetarlicha shitimizga ham boradi, bularga ham zaziminda boradi. Shunda mana bu yoqdan kelib, bu yerda yana svarka bilan chiqarib, ulab yuboramiz. Sim ortishi bu yoqda ishlatib o'tirmaymiz-da, ko'rinishi ham xunuk bo'lmaydi. Mana shundan bitta bolt varid qilamiz-da tepadan. Shunday tushirib qo'yamiz. O'rnatib yuboramiz. Bu stabilizatorimizda bypass rejimi bor ekan. Hozir svarka qotganda qarasam ovoz chiqyapti, buni ham bypassga o'tkazib qo'ydik. Stabilizatorni paka o'chirib turibmiz. Primoy davlat tokidan ishlayapti, 200 dan ortiq kW o'tdi ham. Shuni hisobiga 211 kW ekan. Svarkalarni davlat tokini o'zida qo'yamiz. Ba'zigina davom etib tursin. Quyosh panel stringlari ulandi, akkumulyatordan sim chiqarildi. Endi bu yoqqa olib kelib quyosh panelini ulaymiz. Ikkalasiga kirish chiqish toklarini qilib zaziminani qo'yarsak, invertorni mana shu joyda ham zazimina bor. Buni ham qilinadi. Mana bu yerda ham zazimina bor. Ikkita zazimina bunda bor. Bitta zazimina, bittadan zazimina bor. Changlarni tozalab tashlaymiz. Shekilda top-toza bo'ladi, Alloh xolasa. Hozir panellarni o'rnatish boshlanyapti. Panellarimiz keldi. Ustalar tomda yuribdi. Bu yo'da akkumulyatorimiz bor. Mana akkumulyatorimiz turibdi. Buni ochib olib kelib shu yerga joylaymiz. Keyinchalik bu yerda devor bilan yopib boradigan bo'ldik. Istadigan xona qilib bu yerda devor quramiz. 15 lik ham tayyor bo'lib turibdi. Simimizga kelmadi hali, kabel kelsa, kabelni tortib, mana bu yerda yeshiti bor ekan. Xo'p, stabilizatordan chiqishi bilan kirishi ulab yuboramiz. Zazimliyani ham suv kranining yoniga qoqdik. Yer namlanib turganda zazimliyaning effekti ko'proq bo'ladi. Karkasimizga ahamiyat berasizlar. Mana stoykani chiqarganmiz, oxirigacha chiqqan tepagacha. Bu yerdan suylik chiqargan. Bunaqasiga to'g'ri ketgan. Yana bunaqasiga olib ketganmiz. Qalin stenkali bo'lganligini hisobiga 4 ga 8 uncha yuk ko'taradi bemalol. Xudo xolasa bu baquvvat bo'ladigan bo'ldi. Bu ham bitta noshkada qildik. Ortiqcha metal ketmaydi. Yiqilib tushmasligi o'sha mana bu metallarimizni ushlab turadi. Temirdan ekonom bo'ldi. Zato ishimiz bityapti. O'tgan invertor bilan shizakdan joyladik. Mashinamiz zaryadkasi 30 kW stabilizator turibdi. Bu hammasini o'rab tashlaymiz. Pena blokdan xona qilinadi-da, gaz orqada qoladi faqat. Qolgan hammasi mana bu yoqdan tortib, o'rab, gazga yetmasdan o'rab qo'yiladi. Bu yoqqa atapini qo'yamiz.
16 kW litiy железо fosfat akkumulyator ham oldik. Hozir nusxasi ekan. Uyga kirish qismiga 2,5 taridan 4 qism kelgan ekan, общий 10 bo'lgan. Bez NCV qilingan ekan. Hozir buni yechib, NCV taqib, joyiga taqib qo'yamiz. Chiqishimizda mana yana 10 tarida ketyapti. Bundan to'g'ri inverterga boradi. 10 tali bilan kirib, 10 tali bilan qaytib chiqadi. Uyga qaytib chiqishimizda ham 10 tali simda bo'ladi. NCV bilan joyiga qotirib qo'yamiz. Qismlar bor. O'tga yana 4 qism qo'shiladi. Mana bitta simniki. Shu simdan mana shu ketdi. Akkumulyatorga sim chiqaryapmiz. Inverter akkumulyatorga ulaydigan qalin simimizni men qo'l bola yasayman. O'zini komplektida chiqadi to'raviga. Men u simga ozgina ishonmayman. Juda ham nimjon ko'rinadi va ichi yarmimiz, yarmi alyumin bo'ladi. Kerakli darajada tokka o'tkazishiga ozgina samimiy bo'lganligi uchun tozamizdan o'zim yasayman. Lekin bu sim menga yoqmadi. Podpischigimizga bundan oldin yasaganimda 16 lidiganimda bundan ancha qalin edi. Ham 80 amper ko'tarardi. Mana bunda hozir 60 amper yozib qo'yibdi. 16 sechini bergan. Unisida ham 16 sechini bergan 80 amper deb bundan haqiqatdan ancha qalin edi. Men uni 2 qavat qildim-da 8 kW ko'taradigan qildim. Endi buni nima qilamiz? Buni 3 qavat qilamiz-da 9 kW ko'taradigan qilib qo'yamiz. Shunda bu ham sechinasiga to'g'ri keladigan yaxshi bo'ladi. Akkumulyatorimizni bizning 16 kWlik. Kamida 50% ni ko'taradigan sim yasashimiz kerak. Simdan 6 metr olganman. Hozir 1 metrdan ikkita qilib yasaladi. 3tasini bitta qilganda 1 metrlik chiqadi. Bu simni yasash uchun bunaqa 250 amperlik makinishliklardan oldim. Metni bilan ham ikkita plyuska, ikkita minusga bo'ladi. Bosh oxiri. Hamda bunaqa pressim bor. Pressdan yasab siqib abjim qilamiz, tok o'tkazuvchanligi yaxshi bo'lishligi uchun. Gidravlitskiy pressimiz buzilib qoldi. Kim buni tuzatishni biladiganlar bo'lsa, Telegramdan yozib o'rgatib olsangiz zo'r bo'lardi. Kachat qilmayapti, moy yoqmayapti, kachat qilmayapti. Endi o'zimizning eski usuldan foydalanamiz. Diskiga qo'yib qisib oldim. Bolg'ani o'zida urib presslab tashladim. Baqvat bo'ldi, qimirlamaydigan bo'ldi. Tok o'tkazuvchanligi yaxshi bo'ladi, yaxshi presslansa. Klemmalarda hammasi cho'tga qotirilgan. Kirishi bor. Inverterga ulanadigan narsa ulanadi, bitta zazimlina qoldi. Zazimlinadan bu yoqqa ulaymiz, mana ham ulaymiz. Yana sim ketadi, kirish chiqishi 10 talik simdan bo'lyapti bu yerda. Bu yoqda elektromobilimiz bor. Bu yerda stabilizatorimiz bor. Inverterdan chiqib stabilizatorga keladi, stabilizatordan bularga keladi. Stabilizatorimiz 30 kWlik. Xo'p, nasoslarimizni panellarni mana bu yoqqa o'rnatyapmiz karkas qilib. Uni kechroq yana tashlab yuboramiz. Mana ustalarimiz ishlashyapti. Bu yerda bir qator tikkasiga ketadi. Ikkinchi qator yotganiga ketadi. Ozgina zazor qoldirdim mana bu yerda. Bunisini yuvganda unda kirib o'sha teshikdan chiqib ketadi, bunisi yoqmaydi. Xo'p, bunaqa reshinani nimaga qildik? Tomga chiqib egasini yuvishga xohishi yo'q. Shu yerda o'zidan nardan qo'yib turib, karcherlari bor, karcher bilan yuvib tashlashga mo'ljal qilib qo'yamiz. Uzunroq bir leslarni qo'yib turadilar. Qo'rallar. 10 kW cho'tga Haymo Xon 650 dan qo'yamiz. Bolla qotirishyapti. Videoni shu yerda o'zidan yozamiz. Kechroq hali yana tayyorni ham tashlaymiz. Bahorisi bugun bitib qolishi kerak. Zazimlinani svarka bilan bolt bilan qildik. O'tdan tushib turib, mana ichiga qotirdik. O'ramni baqvat qilib transformatorga o'xshatib o'rab, qotirib, mana shu bilan qo'ydik. Kerak paytda ochib, yana ulab yoki bu yerdan olib olsalar ham, yana bitta zazimlina bo'ladi. Nimaga kerak bo'lsa. Ko'ngilni hammasini. Shunday olib boramiz. Akkumulyator ham eng yaxshisini oldik. So'qi 100% bu degani yangi degani. 314 amper, 16 kWlik akkumulyator bu. Hozirgi paytda 56% toki bor. 5285 volt. Bir marta ishlatilgan, u ham zavodda o'zida zaryad qilganini ko'rsatib turibdi. Цветной ekran sensorli. Hop. Совместимость invertorlarni почти hamma turi bilan chiqishar ekan. Grovatlar bilan, Mast bilan, Zeya bilan. Mast yaxshi firma deyman. Mast menga juda ham yoqmaydigan. Innovatlar normali. Mana hamma brenddagilar bilan chiqishar ekan. Plastiklarni o'rayini ko'p. Mana siktali. Menga yoqqan narsasi buni hozir ko'rsataman. Mana 6 ta ichida issiqlik datchigi bor ekan. Qaysi bir temperaturasi oshib ketsa, polностью BMS o'chirib qo'yadi. Hozir ko'pincha kuzataman, BMS ikkita 3 ta bo'ladi, nari borsa
issiqlik datchigi akkumulyator boshi bilan o'rtasiga qo'yiladi. Bunda shu narsa 6 ta ekan. BMS o'zida bor, akkumulyatorlarda boshida, kirishida, chiqishida, o'rtasida qo'yilgan. Balanserlar ham mana ideal ishlayapti, hammasini bir tekis qilib qo'ygan. 16 ta ячейка hammasi bitta o'rinda turibdi. Og'irligi 120 kg. Yaxshi tegida g'ildiraklari bor. Bu ikkita g'ildirak aylanadi, bu ikkita faqat to'g'ri yuradi. Aravaga o'xshab bitar yuriladi. Balonlar yumshoq, prochni ko'taradi yukini bemalol. Yaxshi yuribdi. Qiynalayotgan joyi yo'q. Yili 25-yil, 6-oy, 13-yilda chiqqan ekan. Yangi akkumulyator. İşimiz yakuniga yetdi. Akkumulyator log'imizni o'zi boshda qilishimiz kerak edi. Hozir endi qo'yamiz buni. Akkumulyatorimiz qotdi. Akkumulyator simi 9 kW ko'taradi. 10 kW gibrid stansiyani tugatdik, xudoga shukr. Simlarni ko'ryapsizlar. Ko'pchilik so'raydi, nimaga 10 gridni arzonga ulaysizlar, gibridni qimmat deysizlar. Mana shu o'zida 18 ta sim bor. 18 tasi hamma joyga ketgan. Bu yerda yana 2 tasi bor. Общий hisobda mana shu 20 ta sim yuradi. Zazimlerlar bu yerda 2 ta yana qo'shilgani hisobiga 20 ta bo'lyapti. Simlarni ham mana sanali, endi kadrga sanamayman, lekin rostdan mana shu 18 ta, bu yerda yana 2 tasi bor. Shuni hisobiga podключенияsi ko'p. Kelgan 10 gridda 2 ta mana mashina o'zini bo'ladi, qo'ysa bu bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Bunda mana защиталар hammasi bor, полный. И fazadan fazaga o'tkazishga bor. Primoyga o'tsa bo'ladi, davlat to'kida. И через invertor o'tsa bo'ladi. Podключениялari ko'p, simlari ko'pligi hisobiga buni ish haqqi ko'proq bo'ladi. И mana bu yerda yana 2 ta sim bor, 22-sim bu уже. Bu yerda 20 ta bo'lsa, mana yana 2 ta. Bo'ldi. Shu bilan tugaydi. Bugun tugatdik. 10 kW gibridni tugatib egasiga topshirib keldik. Ertaga endi birga borib, quyosh bor paytda tezroq chiqib kelsak, qancha to'p berishini ko'rib kelamiz. Kanalga kuzatib boringlar. Video davom etib chiqadi.